Uchqunaga Nazarberga kelganman, Zangati tumani. Mana ko'chani ko'rib qo'rqib ketmanglar, xudo xolisa ertaga mana bu betonlarni, shag'allarni to'kishar ekan. Xullas shu yerda bitta 2,5 sotuv, bitta 3 sotuv korobka chiqqan. Xo'p, mana bunisi 2,5 sotuvlik korobka. Hozir sizlarga mana 3 sotuvligini ko'rsataman. Joyini aytman sizlarga. Nazarbek postidan 3,5 kilometr kirasizlar. Pushkindan chapga yurasizlar. Oqturbani ko'chasi. Shunda Oqturbadan o'tganingizda chapdagi ko'chada xullas. Mana hovlini ko'ryapsizlarmi? 2 qavatli, suvoqdan chiqqan, santexnika bo'lgan 5 ta xona, 5 ta sanuzil. Mana bu mana bet 3 sotuv. Xo'p, mana buni yonini ko'rsatdim. Mana bu yog'i ana yarim sotuv zaxvatda mana yo'liga qilib qo'yishgan. Xudo xolis bu yerda ham dokumentlari bitib ketadi. Endi bir ichlarini ko'rsataman sizlarga. Iloh, mana kirganda mana katta keng hovl, mana zo'r qilishdi buni. O'tirib bemalol o'tirasizlar. Xo'p, mana bu yog'imiz oshxona, mana ichlarni ko'rsataylik. Santexnika suvoqdan chiqqan. Xo'p, endi mana bu yog'imiz zal. Zal ham kattagina keng, to'rt burchak. Orqada havo aylanadigan joylari qolgan. Xo'sh, endi mana bu yog'imiz общий sanuzil. Bu yoq spalniy, родительский deymizmi? Ichida o'zini ham sanuzillari bor ekan. Endi xo'p, tegida podvali bor. Podvalni ko'rsatmadim, svet yo'q. Mana mashiyo tarafi oshxona hovli tegi podval ekan. Endi ikkinchi qavat chiqamiz. Mana ikkinchi qavat chiqqanda ham hovl qilishdi. Pastda hovl, tepada hovl, katta keng. Agar ja hovl kerak emas desanglar, mana bundan shundoq devorlar olasiz, yana bitta xona bo'lib ketadi. Xo'sh, mana bu yog'imiz mana общий sanuzil. Xo'p, mana bu spalniy. Ichida o'zini sanuzillari ham bor ekan. Xo'p, suvolidan chiqarib qo'yishgan. Xo'p, mana bu yoqda yana bitta spalniy xona, mana balkonlari ham bor. Mana bu yoqda yana bitta spalniy, mana katta xohlasanglar zalam qo'rsanglar bo'ladi. Xullas, joy yomon emas, qurilmalari ham yaxshi qurilgan. Xo'p, yonidagi narxi sal arzonroq, uni suvoq bir narsalar bo'lmaydigan, kelganlarda o'zligi tushuntirishadi. Bu yerda narxini 115 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bo'ladi. Pastga nomer qo'yib beraman, o'shanga aloqaga chiqib kelib bemalol ko'rib aylanib ketinglar tamom.